Soch to'kilishi. Bu savol juda ko'p beriladi. Aslida sochlarimiz bu bizning ziynatimiz. Tashqaridan qaraganda shunday, lekin ular tanamizdagi bitta organimiz. Soch to'kilishida qanaqa mas yozasiz, qanaqa maskalar qilasiz, shampun almashtirasiz, lekin natija yo'q. Bugun mutaxassis sifatida sizga bir haqiqatni ochmoqchiman. Aynan sochlarimiz bizni ichki organlarimizni ko'zgusidir. Shuning uchun mutaxassislar sochingizga qarab, sizni ichki organlaringiz qanday ishlayotganligini bilishadi. Sochning xiralashishi, qaysidir kasaldan, sochning tiniq rangda bo'lmasligi, to'kiluvchanligi, sinuvchanligi bizni organlarimizdagi muammolardan darak beradi. Agar siz bugun sochlaringiz to'kilayotgan bo'lsa, sinuvchan bo'lsa, rangsiz bo'lsa, ko'nglingiz to'lmayotgan bo'lsa, birinchi pastga qarang. Ovqat hazmingiz qanday bo'lyapti? Buyraklaringiz qanday ishlayapti? Mana shularni tahlil qilib, siz sochdagi muammoni yo'qotishingiz mumkin. Agar sochlaringizda muammo bilan qiynalayotgan bo'lsangiz, mutaxassis sifatida bemalol soch so'zini kommentariyimda qoldirib, men bilan bog'lanishingiz yoki profildagi Telegram kanalimdan juda ko'p sochingiz uchun kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin.